Birgina kechadagi omadsizlik uchun hali hamon badal to'layotgan Barselona. Ha, aynan shunday. Oltin to'p marosimi bu jumlalarimni izohlaydi. Barcha jabhalarda mavjud Barselona futbolchilari va murabbiyi yakunda hech vaqosiz qoldi. Kamiga adolatsiz o'rinlarda. Bularning barchasi 7-may oqshomidagi Inter Barselona o'yini sabab bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Nega deysizmi? PSG Barselonani ortda qoldirib yilning eng yaxshi jamoasi bo'lgani, Enrique Flickni ortda qoldirib mavsumning eng yaxshi murabbiyi bo'lgani, Dembele esa Pedri, Yamal, Rafinhalarni ortda qoldirib oltin to'p olganiga yakuniy sabab bitta. Barchasi Chempionlar Ligasiga borib taqalyapti. Chunki qolgan kuboklar Barselonada bor edi va Chempionlar Ligasini olsa, barcha kriteriyadagi sovrinlar Kataloniyaga ketardi. Ammo lekin biroq degan bir qarama-qarshi holat borki, bular amalga oshmadi. Shunaqa bo'lsa-da kataloniyalik yigitlar o'ziga kela olishadi. Shaxsan men bunga ishonaman. Chunki ular bundanda yomonroq davrlardan o'tib kelishdi. Shunday ekan, bu mavsumda ularning eng yaxshi versiyasini ko'rsam ham ajablanmayman. Günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.